بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz din qardoshlar, Allah subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Siz bilan o'zining baytlaridan birida o'zining zikri, ibodati ustida va ilmiy suhbat atrofida siz bilan bizni jamlab qo'yibdi. Parvardigori olam bugungi o'rganadigan ilmimizni, dinimizdan o'rganadigan ahkomlarimizni o'zi maqbul va barakotli, hammamiz uchun manfaatli bo'lishini nasib eylesin. Muhtaram azizlar, bugün siz bilan bir hadis sharifni o'rganib o'tsak. Abu Hurayra roziyallohu anhu buyuk sahobalardan. O kishi hadis rivoyat qilish bo'yicha sahobalarning eng peshqadami. Garchi musulmon bo'lishlari kech 7-hijriy sanada, taqriban 7-hijriy sanada musulmon bo'lganlar. Ya'ni payg'ambarlikning 20-yillariga borib musulmon bo'lganlar. Undan keyin Rasululloh akram alayhisalom 3-4 yil yashaganlar xolos. Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasululloh akram alayhisalom bilan 3-4 yil birga yurib, payg'ambar alayhisolatu vassalomdan hadislarni yodlab borganlar va hadis rivoyat qilish bo'yicha birinchi raqamli sahobaga aylanganlar. Buning bir qator sabablari bor. Abu Hurayra roziyallohu anhu o'zlari aytadilarki, men qornim to'ydi, Rasululloh akram alayhisalomning yonlarida kavushlarini ko'tarib, asolarini ko'tarib, xizmatlarini qilib hadis yodlab borardim. Yana bir hadisda aytadilarki, Abu Hurayra roziyallohu anhu, men bir kun Rasululloh akram alayhisalomga aytdim, ya Rasululloh, sizdan juda ko'p narsa eshityapman, lekin esimga qolmayapti. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ridoyingni yoz dedilar, ridoyimni to'shadim. Qo'llarini hovuchlab mana bunday qilib ridoga 3 bor xuddi bir narsa solgandek harakat qildilar-da, endi buni ko'ksingga bos dedilar. Ko'ksimga bosdim, shu Rasululloh akram alayhisalomdan eshitgan hadislarni unutmaydigan bo'ldi. Bu kishidagi bu ishtiyoq, hadislarga bo'lgan ishtiyoq har doim barqaror turgan. Hatto ba'zi bir savollarga Rasululloh akram alayhisolatu vassalom, "Ey Abu Hurayra, sening hadisga hadisligingni bilib, mana shu savolni sen so'rasang kerak deb yurardim." deb u kishining hadisga hadisliklarini Rasululloh akram alayhisolatu vassalom ham e'tirof etganlar. Bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom sahobalarga aytdilarki, men sizlarga inni uallimuka kalimat. Men bir qancha kalimalarni o'rgataman. Kim uni yodlab oladi yoki kim uni o'rganib amal qiladi yoki amal qiladigan kishiga o'rgatadi deb Rasululloh akram alayhisolatu vassalom xitob qildilar. Shunda Abu Hurayra roziyallohu anhu shosha-pisha men dedilar. Shunda Rasululloh akram alayhisalom Abu Hurayra roziyallohu anhuning 10 qo'llarini qo'llaridan ushlab turib quyidagi hadisni bayon qildilar. Ittaqi maharimalloh takun a'badan nas. Sen haromlardan tiyil, odamlarning eng ibodatlisi bo'lasan. Ya'ni inson haromlardan tiyilish bilan butun hayotini ibodatga aylantirib qo'yadi. Ba'zi odamlar bor, ibodat ham qilaveradi, harom ham aralashib ketaveradi. Ibodat ham qilaveradi, harom yeb qo'yadi, harom so'zlab qo'yadi, harom ishlarni qilib qo'yadi. Go'yoki o'ylaydiki, dunyo bilan oxirat hammasini bahramandligini qo'lga kirityapman deb o'ylaydi. Yo'q. Aslida ibodatning eng kattasi o'zi haromdan tiyilish.
Shuning uchun Rasululloh akram alayhissalom aytayaptilarki, haromdan tiyil, eng obid banda bo'lasan. Nega? Dasturxonda yoki tirikchiligida, savdoda harom bilan halol sizga doim ro'bara bo'ladi. Haromdan qochib halolni yedingizmi, halolni oldingizmi? Demak, siz Allohga itoatdan bu ishni qilyapsiz. Va o'z-o'zidan bu ibodat bo'ladi. Nazaringiz halolga ham, haromga ham tushishi mumkin. Siz haromdan tiyilib, halol bilan cheklanyapsiz. Ibodatda bo'lasiz. So'zlaganingizda harom so'z ham, makruh so'z ham, halol so'z ham bor. Siz o'sha halolini, iloji bo'lsa savoblisini tanlayapsiz. Haromidan, makruhidan, g'iybatdan, bo'xtondan, yolg'ondan tiyilyapsiz. O'z-o'zidan til ibodatda bo'ladi. Eshitishingiz mumkin, halol narsa eshitishingiz ham mumkin, harom narsa eshitishingiz ham mumkin. G'iybat, bo'xton, yoki fahsh, buzuq narsalarni eshitish ham mumkin. Shariat man qilgan narsalarni eshitish mumkin. Va shariat ruxsat bergan narsalarni yoki savobli narsalarni eshitish mumkin. Masalan, tilovat, Qur'on, ilm, suhbat, ilmiy suhbatlar. Siz haromni tashlab, o'sha vaqtda, o'sha umrda halolini tinglayapsiz. Ibodatda bo'lasiz. Faqat mana shu narsalarda ibodat ruhini inson o'zida bir yangilab turishi kerak. O'zi asli haromdan qaytishda, gunohdan qaytishda niyat shart emas. Niyat ibodatda shart. Gunoh, masalan, bir gunohdan to'xtayapsiz, niyat qilish shart emas. Lekin Allohdan qo'rqayotganingizni qalbda tuksangiz, o'sha gunohdan qaytishingizda sizga ruhiy quvvat yuqori bo'ladi. Va uning savobi ham ko'p bo'ladi. Demak, Rasululloh akram alayhissalatu vassalom aytdilarki, harom narsalardan ko'zingni, tilingni, quloqingni, vujudingni, halqumingni tiy. Ana shunda sen eng ibodatli banda bo'lasan. Ikkinchisi dedilar, "Varda bima qasamallohu lak takun aghnan nas." Allohning taqdiri, taqsimiga rozi bo'l. Eng boy, behojat banda bo'lasan. Allohning taqsimi bo'yingizdadir, sog'lig'ingizdadir. Qaysi yurtda tug'ilish masalan, Allohning taqsimi. Qanday ota-onadan tug'ilish, Allohning taqdiri. Hech insonning ixtiyori yo'q. Rangi ro'yingiz, bo'y bastingiz, gohida sog'lig'ingiz, jumladan moliyaviy imkoniyatlar, rizq, hammasi Allohning taqsimi. Allohning taqsimiga rozi bo'lish bandani eng saodatli qiladigan tuyg'u. Baxtsizlik bu taqdirga norozilikdan kelib chiqadi. Aslida inson har qanday vaziyatdan baxt, saodat, yaxshilikni tuyishi mumkin. Qanday qilib? Allohning taqsimiga rozilik bilan. Alloh subhanahu va taolo bizga rizqni qanday taqsim qilibdi? Oilada, yana boshqa ishlarda qo'ldan kelgan harakatni qilasiz. Natija o'sha Allohning taqsimi shu. Mana shunga rozi bo'lish insonni boy qiladi. Rasululloh akram alayhissalatu vassalom aytdilar: "Laysa al-ghina bi kasratil mal, walakin al-ghina al-qana'a." Boylik bu mol dunyoning ko'pligida emas, balki boylik bu qanoatdadir. Inson qanoatda bo'lsa, boylik ham nisbiy narsa. Boriga qanoat hosil qilish bilan inson boy bo'ladi. Muhimi, ulamolarimizdan birlari aytadilar, salaf solihlardan birlari. Men Alloh subhanahu va taologa duo qilib so'rayman. Bersa ham so'raganimni, bermasa ham rozi, xushnud bo'laman. Nega? Qanaqasiga? U kishi aytdilarki, agar bersa Alloh so'raganimni berdi, demak menga buni ma'qul ko'rdi, alhamdulillah deyman. Agar men so'raganimni bermay, boshqasini bersa, Alloh men so'raganimni bermadi-yu, o'zi menga istaganini berdi. U albatta men so'ragandan afzal deb yana xursand bo'laman. Ana demak, Allohning taqsimiga rozi bo'lish insonni ana shunday yuksak bir maqomga olib chiqadi.
Shu o'rinda tasavvuf mashayihlari rizo maqomining izohini keltiradilar. Sabr bor, rizo bor. Inson sabr qiladi. Bir musibat kelganda, musibat har xil jismingizda bo'ladi, molingizda bo'ladi, oilangizda bo'ladi. Musibat yetdi. Sabr qilasiz. Sabrda siz ichingizda g'alayon bo'ladi, ichingizda g'alayonni yutasiz. O'zingizni bosasiz. Bu sabr bo'ladi. Agar norozilik kayfiyatida siz qarshilik, e'tiroz izhor qilsangiz, u sabr bo'lmaydi, u jazo bo'ladi. Nega boshimga bu ish tushadi? Nimaga men nima yomonlik qiluvdim? Nima gunoh qiluvdim ekan? Ya Alloh, nega meni bunga berasan? Buni menga berasan desa, u jazo. U norozilik. Ichingizda g'alayon bor, lekin tilni tiyib, sabr qilib, o'zini bosib tursiz. Bu sabr. Lekin rizo bundan ustun turadi, bundan yuqori maqom. Rizoda deydilar ulamolar, ne'mat bilan kulfatni farqi bo'lmaydi. Musibatni ham Allohdan kelgan musibatni ham ne'matdek hazm qilib, ichkarida norozilik ham bo'lmasa, bu rizo bo'ladi. Rizo maqomini Hazrat Alisher Navoiy nihoyatda yuqori bir saviyada ta'riflaganlar. Rizo maqomi bu eng tasavvufdagi eng yuqori maqomlardan. Va rizo maqomi bilan inson butun umrini, butun soniyalarini ibodatga aylantirib yuboradi. Bo'lganda ham nihoyatda yuksak ibodatga aylantiradi. Nega? Alloh subhanahu va taoloning aytganini qilib ibodat qilish albatta qilasiz ibodat. Lekin Allohning taqsimiga rozi bo'lishdaqa Allohga mahbub ish yo'q. Farzdan keyingi ikkinchi Allohga mahbub narsa bu Allohning taqsimiga rozi bo'lib taslim bo'lishingiz. O'zi ibodatlar ham ro'za bo'ladimi, namoz bo'ladimi, haj bo'ladimi? Ibodatlar ham sizni o'zi rizo maqomiga o'rgatadi o'zi aslida. Agar siz mana shu ibodatlardan to'g'ri samara topib, rizo maqomiga harakat qilsangiz, Alloh subhanahu va taologa eng mahbub inson bo'lasiz. Ulamolar aytadilarki, hatto rizo maqomida inson shu darajaga yetadiki, Allohdan bir narsa so'ragani ham hijolat bo'lib qoladi. Alloh menga rizqimni keng qilgin. Albatta so'rash kerak, Alloh so'raylar degan. Lekin inson borib rizo maqomida yuksalgan paytda men so'rasam go'yo boridan norozi bo'lib so'rayotgan bo'lib qolamanmikin degan xavfda Allohga o'zini tashlab qo'yadi. Parvardigor, sen nimani ma'qul ko'rsang ber. Yoki umumiy Parvardigor dunyoda ham oxiratda ham yaxshilik ber. Imom Rabboniy bir necha bor qamalganlar. Ulug' mutasavvif mashayikhlardan Ahmad Sarhandi Imom Rabboniy laqabini olganlar. Naqshbandiy tariqatining buyuk namoyandalaridan va mujaddidi al-Fisoniy, ikkinchi ming yillikning mujaddidi degan unvonga sazovor bo'lganlar. Ya'ni juda katta ulug' xizmat qilganlar. U kishi qamalganlarida farzandlari ko'rgani kelib aytishki, otajon, ahllariga, otajon yoki dadasi, biz hammamiz bir bo'lib sizga najot so'rab duo qilyapmiz. Alloh o'zing bu kishiga najot bergin, tezroq qamoqdan qutulib chiqsin deb duo qilyapmiz desa, Imom Rabboniy ajoyib gap aytganlar. Yo'q. Sizlar men uchun qamoqdan chiqish, qolish bunaqa gapni so'ramaydilar. Ya Alloh Rabboniyga yaxshilik berdinglar, Alloh o'zi biladi. Qarang maqomni yuksakligini. Sizlar menga yaxshilik so'raylar Allohdan, bo'ldi. Ya Alloh Rabboniyni mag'firat qilgin, unga yaxshiligingni berdinglar. Menga ichkari yaxshimi, tashqari yaxshimi, nima yaxshi Alloh biladi. Ya'ni banda rizo maqomida ana shunday yuksak maqomga erishish, yuksak bir saviyaga erishish mumkin va bu ulug' payg'ambarlarning va avliyo vali zotlarning maqomlaridan hisoblanadi. Rasul akram alayhisolatu vassalom 3-nasihatda aytdilar. 5 ta nasihat berdilar. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Va ahsin lijarika takun musliman. Qo'shningga yaxshilik qil, haqiqiy musulmon bo'lasan. Ya'ni sen qo'shniga yaxshilik qil agar haqiqiy musulmon bo'lmoqchi bo'lsang. Rasul akram alayhisolatu vassalom aytadilarki, qo'shnini haqqi borasida Jabroil menga shunchalar ko'p
tayinladiki, men qo'shni ham farzandlar qatori merosxo'r bo'lib qolarmikin deb xavfsirab qoldim deganlar. Rasululloh akram alayhissalatu vassalom qo'shnilarning haqqiga rioya qilardilar. Qur'on Karimda Alloh buyuradi: "Val jari fil qurba val jari junubi was sahibi bil jambi va ibnis sabil." Yaqin qo'shniga ham, uzoq qo'shniga ham yaxshilik qil. Mana shu joyda yaqin uzoq qo'shnini ulamolarimiz turlicha tafsir qilganlar. Ba'zilar devori uyi yaqin qo'shni yaqin, uyi uzoq qo'shni uzoq qo'shni. Yana ba'zi ulamolar aytadilarki, yo'q, ham qarindosh bo'lib, ham qo'shni bo'lsa, u yaqin qo'shni. Faqatgina qo'shni qarindoshligi yo'q bo'lsa, u uzoq qo'shni. Yana ulamolar aytadilarki, qo'shni 3 xil bo'ladi. G'ayridin bo'ladi, qarindosh qo'shni bo'ladi, ya'ni g'ayridin qo'shni bo'ladi. Oddiy qo'shni bo'ladi, qarindosh qo'shni bo'ladi. Qarindosh qo'shni eng haqqi ko'p qo'shni. Unda ham qarindoshlik haqqi bor, silay rahm ham qo'shnilik haqqi bor. Oddiy qo'shni qarindosh emas. Unda qo'shni o'zimning hozir taqsimlashlik. G'ayridin qo'shni, musulmon qo'shni va qarindosh qo'shni musulmon bo'lgan. G'ayridinda bitta siz zimmangizda haqqi bor, ya'ni qo'shnilik haqqi. Oddiy musulmonda esa unda ham musulmonlik haqqi ham qo'shnilik haqqi bor. Musulmon qo'shnida. Endi agar musulmon qo'shni qarindosh bo'lsa, unda 3 barobar haqqi ko'p bo'ladi. Ham qo'shnilik haqqi, ham musulmonlik, ham qarindoshlik haqqi. Ana shu taqsimni ham ulamolarimiz demak yaqin uzoq qo'shniga ta'bir qiladilar. Oysha roziyallohu anha aytadilarki, tomga chiqib baqirsa ovozi eshitiladigan joydagi kishilar qo'shni bo'ladi. Yo'inki yana bir ta'vilda 4 tomonga 40 tadan xonadon qo'shni bo'ladi deganlar. Mana shu demak islomda qo'shnichilik ana shunday batafsil o'rganiladi va qo'shnining haqqi juda ko'p ta'kidlanadi. Hatto qo'shnining tushunchasi kengaytirilgan. Misol uchun bozordagi qo'shni, do'kondor qo'shni. Yo'lovchisiz, yo'lda ketayotganingizda yoningizdagi odam qo'shni. Masjidga kirdingiz, yoningizdagi odam qo'shni. Mana shularning hammasiga yaxshilik qilishni Qur'on buyurgan. Rasululloh akram alayhissalom aytganlarki, shularga yaxshilik qilsang, haqiqiy musulmon bo'lasan. Va ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. O'zingga ravo ko'rganni boshqalarga ham ravo ko'r, haqiqiy mu'min bo'lasan. Ya'ni o'zingizga nimani ravo ko'rasiz? Shuni boshqa mu'minga ravo ko'ring, haqiqiy mu'minlik mana shu. Inson, aqlli inson hech qachon o'ziga zid, o'ziga zarar narsani istamaydi. Doim o'ziga manfaat istaysiz. Odamlar shu manfaat ustida kurashib, manfaat ustida urushib, manfaat ustida jangga kirishadi. Agar inson o'ziga ravo ko'rganni boshqaga ravo ko'rsa, bo'ldi. Juda ko'p janjallar oldi olinadi. Rasululloh akram alayhissalatu vassalom bir hadislarda aytganlarida, "Yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Sizlardan birortangiz o'ziga ravo ko'rib, o'ziga istagan narsani birodariga istamagunicha mu'min bo'la olmaydi. Birovga erinishingiz kerak. Nima yaxshilik bo'lsa. Jumladan mana shu maslahat masalasida ham nihoyatda xolis bo'lish kerak. Bir kishi sizdan maslahat so'rasa, qarasangiz, masalan, savdogar qo'shni maslahat so'rayapti. Siz ishingizda men ham qilsam bo'ladimi? Savdo uylarni yaxshi qilib oldingiz. Bizga ham maslahat bersangiz desa, siz to'g'ri maslahat berishga majbursiz. O'zingizga ravo ko'rgan unga ravo ko'rishingiz kerak. Ya, oshna endi unaqa yaxshi bo'lyapti. Uylarni yaxshi bo'lgan paytda qurib olganmiz, hozir hammasi orqaga ketdi deb unga noto'g'ri maslahat bersangiz, u siz o'zingizga ravo ko'rganni unga ravo ko'rmasdan iymonni ziddini qilgan bo'lasiz. Shuning uchun Rasululloh akram alayhissalatu vassalom al-mustasharu mu'tamanun deganlar. Maslahat so'ralgan odam u omonat topshirilgan odam. Omonatni ado qilish kerak. Omonat nima? Qalbingizdagi bor to'g'ri maslahatni berish. Yana boshqa hamma joyda mana shu qoidani ishlasangiz bo'ladi. O'zingizga ravo ko'rgan birodaringizga ravo ko'ring, haqiqiy mu'min bo'lasiz. Oddiy osh yeyotganda ham bizda odat bor-ku, go'shtni o'zingiz yeb keyingingiz kelib tursa ham siz oling deysiz. Mana shu narsani agar biz boshqa muomalalarimizda ham yo'lga qo'ysak, nihoyatda go'zal bo'ladi va haqiqiy mu'minlikni inshaalloh ana shunda bir xislatini qo'lga kiritgan bo'lamiz. Oxirgi 5-nasihatlari: "Va la tukthiriz-dhahka fa inna kathrata-d-dhahki tumitul qalb." Ko'p kulma.
Ko'p kulish qalbni o'ldiradi dedilar. Bir yo'l kulma deganlar yo'q. Chunki kulgi bir to'la harom emas. Lekin ko'p kulish durust emas. Nega desa, ko'p kulish qalbni o'ldirar ekan. Ba'zi odamlar aytadi, ko'p kulsa umri uzoq bo'ladi deb qo'yadi. Rosa kulib kuldirganlar yetib ketib qoladi keyin. Bo'lmasam ular xushchaqchaq yashagan. Umr boshqa narsa. Kulish mumkin, halol kulgi mumkin, yolg'on bo'lmagan, birovning tahqiri bilan bo'lmagan kulgi mumkin. Lekin baribir ko'p kulish nima bo'lar ekan? Qalbni o'ldirar ekan. Qalb o'lsa nima bo'ladi? Qalb o'lsa inson nasihatni tinglamay qo'yadi, ibrat olmay qo'yadi, zikrdan manfaat topmay qo'yadi, namozlarda xushu bo'lmay qo'yadi. Umuman olganda qalb o'ldi degan insonning ruhi o'ldi degan. Ruhi shok degan. Bu holatda mo'min kishi haqiqiy mo'minlik maqomida bo'la olmaydi. Shuning uchun demak kulgida ham me'yor bo'lishi kerak. Endi kulgi borasida alohida bir suhbat qilsa bo'ladi. Uning me'yorlari, joiz jihatlari, nojoiz taraflari. Lekin bugungi suhbatimizga inshaalloh mana shu aytgan ma'lumotlarimiz kifoya qiladi deb o'ylaymiz. Chunki hadisda o'zi so'zlar qisqa kelgan. Biz qisqacha sharhlash bilan kifoyalandik. Alloh subhanahu va taolo o'zi manfaatli qilsin. Demak, 5 ta nasihatni eslash bilan suhbatga yakun yasaymiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom birinchi nasihatlar nima bo'ldi? Ijtanib maharimalloh takun abdan nas. Haromdan o'zingni tiy, uzoq bo'l, eng obid banda bo'lasan. Ikkinchisi rizoga taqsimga rozi bo'lish. Varda bima qasamalloh lak takun ag'nan nas. Uchinchisi qo'shni. Va ahsin lijarika takun musliman yoki mu'minan. Va ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Odamlarga ravo ko'rganni boshqalarga ravo ko'r, haqiqiy musulmon bo'lasan. Beshinchisi ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. Ko'p kulma, ko'p kulgi qalbni o'ldiradi dedilar. Alloh subhanahu va taolo ushbu o'rgangan hadisimizni yaxshi yodda olib unga amal qilish vaqtini hammamizga nasib aylasin va manfaatini barchamiz uchun ziyoda aylasin. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Rabbi, ilmlarimizni ziyoda qilgin, amalini o'zing oson qilgin, barakotini hammamizga nasib et. Umrlarimizga, rizqlarimizga, ilm va amallarimizga o'zing xayr va baraka ato qil. Parvardigoro, Rasul akram alayhissalatu vassalomning sunnatlarini, hadislarini o'rganib borishimizda o'zing bizga tavfiq va hidoyatni yor ayla. Oilalarimizga baxt, saodat, taqvo, ibodatni ber. Umrlarimiz, rizqlarimizni g'animat bilib, undan unumli foydalanish vaqtini hammamizga nasib aylagin. Bu masjidni tutib turgan imom domlamiz Afzalbek domla yana boshqa barcha masjid xodimlarini ya Rabbi, diniy yo'lda olib borayotgan ishlarda o'zing hamisha ko'mak bergin, muzaffar aylagin. Qilgan xizmatlarining mukofotini, farzandlaridan ko'rishlarini, oxiratda o'zingni huzuringda yuksak maqomlarga muvaffaq bo'lishlarini ya Rabbi o'zing nasib ayla. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم